to'rt xonali, yangi remont, birinchi qavatda joylashgan orqa огородlari bor. Tayyor kirib yashaydigan uy sizga taklif qilmoqchiman. O'lcham maydonimiz 83 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa, albatta kelishadigan joylarimiz bor. Manzil Yunusobod 3-qavatda 5-detskiy больницаning chorrahadan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Dehqon bozori orqa taraf yonidan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Maktab, bog'cha, metro infrastruktura lokatsiyasi bor. Bundan zo'r lokatsiya yo'q, birgalikda ichkarini ham ko'rib chiqamiz. Asosiy podyezddan kirish eshigimizda bizda uzungina katta prixochkamiz mavjud. Bu tarafimiz prixochka mebeldan chiroyli kapuchino rangda yasatilgan oynamiz bor. O'zingizga qarab go'zalligiga kirib chiqarasiz. Xo'p, koridordan keturishimizda bizda prixochkamiz полностью attachmentdan qilinibdi. Jimchuq chiroyli chiqdi juda ham. Xo'p, bu tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda sanuzel birinchisi bu bizda hammomimiz bo'ladi. Oqqa qora chiroyli qimmat kafelar taqilibdi. Bu yog'imizda esa bizda birinchi spalniyadan boshlaymiz. Ranglar, rasvetkalari bir-biriga juda mos, nejniy, asabni tinchlantiradigan, настроенияni ko'taradigan. Bu yog'imizda bizda detskiyimiz ikkinchi xonamiz bo'ladi va bu tarafimiz bizda uchinchisi yana bitta spalniyaga mo'ljallangan xonamiz, chunki uzunasi ancha katta, eniki ham katta. Mana lyustraga ahamiyat beramiz, такой пушистый barglardan qilishibdi. Juda необычный dekoratsiyaga chiroyli. Xo'p, davom ettiradigan bo'lsak, keling, mana o'ng tarafimizda bizda mehmon kutadigan 4-chi asosiy xonamiz bu zalimiz bo'ladi. Bu zalimiz 30 kvadrat, eniga 5 metr, uzunasiga 6 metr. Oppoqqina, yorug'gina, juda ham chiroyli. Premium klass remontda qilinibdi. Xo'p, bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz. Bu frantsuzskiy planirovkada hojatxonasi ham keng bo'ladi va umvalkasi ham bo'ladi qo'l yuvib chiqishga. Xo'p, oshxonaga kiramiz. Stroyni kuxonniy garnituri uzunasiga gaz plet hamma narsa yoqilgan, ishlaydigan holatda. Bu tarafimizda esa bizda kir mashinaga joy tashab ketilgan va orqa hovlimiz. Mana oynadan siz ko'rsating, mana bu eshik ham ochiladi. Eshik ochdik. Naves полностью 4 metrga 6 metrmi 7 metr uzunasida naves qilingan. Top deganda bizda hovlimiz bor, archalardan polностью gray aylantirilgan va bu yerda besetkani qo'yib, gullarni ekib mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Va bu tarafimizdan tegi polностью podvol, o'zingiz shaxsiy kerak emas narsalarni podvolga joylashtirsangiz ham bo'ladi. Xullas, siz bilan birgalikda sizni kelajak uyingizni ko'rib chiqdik. Narxi 123 ming boshlang'ich narxi, albatta kelishiladi. Telefon raqamlari biznida aloqaga chiqasiz. Uyingiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Yangi yil kelyapti, yilni boshidan bunaqa uyda yashamoqchi bo'lgan tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz.